Salam ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugun sizlarga olib kelgan darsligimiz o'zi intayin oson ham intayin ishchilik bo'lgan oilalarda qilishga ilgari kim mos keladigan bir qulaylik taomni olib keldik. Buningga biz munchoq suyuqosh deb ism qo'ydik. Buning ketadigan materiallar, xamirga ishlatiladigan materialimiz un, tuxum, tuz. Bunun suyuq ishlatiladigan materiallarimiz qo'y go'shti, tofu, yanyo, uşak, g'o'l piyoz, pomidor, palak, samsaq, zanjibil qatorliqlar. Oldi bilan unga biz ozroq tuz qo'yib, bir tal tuxum chekib, üstüge su berimiz. Suni biroqla qo'shmaymiz. Mustaq aralashtirib, az-azdan ko'p qatib qo'yamiz. Mustaq tekshi chalamiz ichida unning uni bo'lib qolsa bo'lmaydi. Suni biroqla jiq berib etmaymiz. Har qatimda az-azdan berib, ko'p qatim mustaq aralashtiramiz. Buni ham o'sha holatda bo'lsa, bulda ham quyuq suyuqligi. Buni mustaq qo'chib bo'lib 10 minut, 15 minut atrofida tindiramiz. Biz bu jarayonda bunun qo'shimcha materiallarini tayyor qilamiz. Go'shtni ushoq chas qilib to'g'rab olamiz. Yonyunimi chas qilib to'g'rab olamiz. Tofunimi bu şekilde chas qilib to'g'raymiz. Bu şansonimi ushoq to'g'raymiz. Bu palakni bu ushoq to'g'raymiz. Samsaqni bu ushoq chanab yeb olamiz. Zanjibilni bu ushoq chanab olamiz. Ko'pchilik buning tayyorligi hamisi bitdi. Biz oldi bilan quyuqroq o'mash qilamiz. Pek suyuq olib kesib bo'lmaydi. Andan keyin yanyo, tofu, go'sht bularni ushoq munchoq to'g'rab oldik. Pomidor, mavi shanson, palak, zanjibil, samsaq ushoq chanab oldik. Hamda butun tayyorligimiz tugadi, hamda qozonga qo'yamiz. Oldi bilan qozonga moy qo'yib, qiziganda go'shtni silib qo'rib olamiz. Arkadan ushoq so'ng piyoz bilan zanjibilni sep qoraymiz. Arkadan pomidorni silib, pomidorning suyi chiqquncha qoraymiz. Arkadan qozonga suv qo'yib, suyini tashlaymiz. Bununla yanyonu salamiz. Arkadan tofu. Qaynaganda üstündeki köpüğü de azırak süzüyotimiz. Şu içi sağan yanyo pişkiçili qaynası buldu. Hem de bunu temin tanesi olamiz. Tuz, içki kuşuk, cicin, sınço. Ama yanyo da azırak. Akboş. Bu jarayonda biz bunu ta'min tetib tayyor qilamiz. Bunun yan yo'llari ham pishib bo'ldi. Tam tanışalgandan keyin cho'yliga bu umashni to'kib, yiqitib
Qazağı düşürümüz. Bu xemirini düşürüp bulup yine azırak kayıntı ötümüz. Bunu da xemir toluq pişip gitti da. Buna yapmıştak çıkıdım bunçak ha. Ahırda samsaqni silip, palakni silip alamiz. Qozonni chiqidiga vaqtida azroq ochiq suv qo'yib etamiz. Bugün oldukmu köpçülük, bu tamak intayın asan. Uyda üzüp taşlap suqaş etkenin onda bunu pişirip oğlu buldu. Bu intayın mizlik. Pek iyislik buldu. Adet suqaşladı mı pek iyislik. Çünkü biz qabı xamirini aşı kitap içi sağandın keyin aşı qozanın içinde qaynap buğdayınınki mizlik kuraqları çıkıp durdu. Adet suqaşni bir qaç yılga da bunu 2 qaç yutalıydı. Adette bizde otende munda kitap tamak buldu. Biz bu şununga, bununga munçaqdek çıqqan ekan, munçaq suqaş deb isim qo'ydik. Ko'pchilikning yoqtirishini umid qilamiz. Yoqtirgan bo'lsanglar, yurak berib saqlab, yaqinlaringlarga va bironlar ularni foydalab qolsin. Xayr xo'sh, keyingi son ko'rishaylik.